Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol: shanba va seshanba kuni kir yuvish qashshoqchilik keltiradi deb eshitganmiz. Shu gap sahihmi deb aytibdilar. Doim aytganimizdek, bu islom dini Alloh tarafidan yuborilgan din va biz dinimizni asli manbalaridan, Qur'on va sunnatdangina olamiz. Nima Qur'on va sunnatda kelgan bo'lsa, unga iymon keltirib, unga amal qilamiz. Qur'on va sunnatda nimaiki kelmagan bo'lsa, bu narsani biz inkor qilib, unga amal qilmaymiz. Shuning uchun Qur'on va sunnatda shanba kuni bo'lsin, seshanba kuni bo'lsin yoki boshqa bironta kuni kir yuvishlik qashshoqchilik olib keladimi yoki olib kelmaydimi degan savolga mana shunday hadis yoki oyat bormi desa, qat'iyan bunday hadis va oyat yo'q. Shuning uchun biz dinimizni hadis va oyatga qaytarishligimiz kerak. Ammo bunday gaplarni aytishlik bilan, bunday gap kelgan ekan, bunday hadis kelgan, bunday oyat kelgan deb turib, agar bunday hadis yoki oyat bo'lmasa, shunday aytadigan bo'lsa, Rasul sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man kadaba alayhi mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Kim meni nomimga yolg'on to'qiydigan bo'lsa, ya'ni meni hadis yo'q hadisni meni shunday hadis deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, shunday hadis bor deb turib, yolg'on hadisni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nisbat qiladigan bo'lsa, nima dedilar? Jahannamdan o'rnini tayyorlab olaversin dedi. Shuning uchun biz hadislarda kelmagan narsalarni, bo'lmagan yolg'on narsalarni shariatda mana shunday bor, mana shunday hadis oyat kelgan deb turib yolg'on to'qiydigan bo'lsak, bu juda ham xatarli masalalardir. Keyingi masala bu shublanishlik, ya'ni bunday qilsang bunday bo'ladi, bunday qilmasang bunday bo'lmaydi deb aytishlik yoki kambag'allik, boylik, baxtlik, baxtsizlik, gunoh, savob ishlari bular hammasi g'aybiy ilm. Ya'ni biz ko'zimizga ko'rinmaydigan g'aybiy ilm. Bir inson jahannamga kiradimi yoki kirmaydimi? Qashshoq bo'ladimi, baxtli bo'ladimi? Baxtsiz bo'ladimi, kambag'al bo'ladimi, boy bo'ladimi? Mana bu masalalar, bu g'aybiy masalalar. Bunga albatta Qur'on va sunnatdan dalil kelmasa, inson o'z-o'zidan bu narsani bilib bo'lmaydi. Shuning uchun mana bunday masalalarda g'aybiy masala, bir inson aytsaki, kir yuvsa qashshoq bo'ladi yoki bo'lmasam bir choyni ichida bir shama ko'rib qolsa, mehmon kelar ekan, bir supurgini tekis qo'yib qo'ysa yana bir balo kelar ekan degan narsalarni gapirishlik, bu g'aybiy ilmdan xabar berishlik bo'ladi. Ya'ni bu shirk masalalariga kiradi. Agar inson haqiqatda shu narsa bo'ladi deb ishonadigan bo'lsa, Alloh taolo va ma ya'lamul g'ayba illalloh, g'aybni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi degan oyatini inkor qilgan bo'ladi. Men g'aybni bilaman. Mana bunday bo'lsa, mana bunday bo'ladi deb turib, kim o'ziga g'ayb ilmini bilishlikni nisbatlaydigan bo'lsa, bu inson shirk qilib dindan chiqib ketadi. Ammo shunchaki bu sabab, bu men g'aybni bilmayman, lekin mana shu narsa bo'lsa, shu narsaga olib boradi. Bu narsa bo'lsa, bu narsaga olib boradi desa, bu dindan chiqarib yuboradigan shirk emas-ku, lekin kichkina shirk bo'ladi. Bu ham gunoh kabiralarning eng kattasi bo'lib, inson tavba qiladigan bir juda ham xatarli ishlardan bo'ladi. Shuning uchun mana bunday masalalar, bunday qilsa bunday bo'lar ekan, bunday qilmasa bunday bo'lmas ekan degan masalalarni biz faqatgina Qur'on va sunnatga qaytaramiz. Agar Qur'on va sunnatdan hadis yoki oyat topsak, unga amal qilamiz. Topolmaydigan bo'lsak, bu narsani yolg'on ekanligini bilamiz-da, bu narsani dindan chiqarib, dinimizda yo'q ekanligini bilamiz. Shuning uchun mana bu savol, shanba, seshanba kuni kir yuvishlik qashshoqchilik olib keladimi, yo'qmi desa, yo'q, bu narsaga dalil ham yo'q va bu narsa botil gap, bu narsa yolg'on gap. Allohu a'lam.